Tushda ishlarning tugashini ko'rish. Ibn Sirin aytadiki, har kim tushida dunyoviy ishlarning tugaganini va bir tartibga tushganini ko'rsa, holatining o'zgarishiga, ishlarning tugamaganini ko'rsa, ahvolining o'zgarishiga hamda umrining tugash xavfi borligiga, yana biri zolimning undan o'ch olishiga dalildir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.